Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah va salatu vassalam ala rasulillah. Robbi shrah li sadri va yassir li amri va hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Biz uy maktabida farzandlarimizga ta'lim berishimiz uchun eng avvalo oiladagi har bir insonni voyaga yetayotgan bolalar hayotida o'z o'rni, mas'uliyati bor ekanligini bilib olishimiz zarur. Bugungi mavzuyimiz yig'ilgan dalil va orttirilgan ma'lumotlarga asoslangan holda din va dunyo ilmida mashhur bo'lgan insonlarning onalari haqida bo'ladi inshaalloh. Eng avvalo miloddan avvalgi asrga nazar solsak, hammamizga ma'lum bo'lgan voqeani eslatib o'tmoqchiman. Ibrohim alayhissalom Hojar onamizni go'dak Ismoil alayhissalom bilan sahroning o'rtasiga tashlab ketayotganlarida Hojar onamiz Ibrohim alayhissalomdan: "Ey Ibrohim, bizni kimsasiz joyga tashlab ketasizmi?" deb so'raydilar. Shunda Ibrohim alayhissalom sukut saqlagan holda yurishda davom etadilar. Hojar onamiz qayta so'rab javob ololmaganlaridan so'ng anglab yetib: "Ey Ibrohim, buni sizga Robbingiz buyurdimi?" deb so'raydilar. Ibrohim alayhissalom ha deb javob beradilar. Shunda Hojar onamiz: "Agar Alloh subhanahu va taolo buyurgan bo'lsa, demak u nobud bo'lishimizga yo'l qo'ymas" deganlar. Yillar davomida Hojar onamiz Ismoil alayhissalomni yolg'iz voyaga yetkazadilar va bilamizki, Ismoil alayhissalom ham payg'ambar bo'lganlar. Endi payg'ambarlar Nuh va Lut alayhissalom farzandlariga e'tibor bersak, ular mushrik bo'lishdi va shu xillarida xotima topdilar. Buning sababi albatta Alloh subhanahu va taologa ma'lum. Ammo ularning o'rtasida bir o'xshashlik bo'lgan. Ikkala payg'ambarning o'g'illarining onalari mushrika bo'lishganligidir. Albatta, biz bu bilan har doim ham onalar farzandlarini qanday inson bo'lib yetishishlariga sababchi bo'ladi demoqchi emasmiz. Aksincha, eng avvalo inson taqdiri Alloh subhanahu va taolo tarafidan yoziladi. Va inson hayotida ba'zida otasi onalik ijrosini mahorat bilan bajarganini ham guvohi bo'lganmiz. Yoki insonning shakllanishiga atrofidagi shart-sharoit sababchi bo'lishini ham juda yaxshi bilamiz. Ammo biz onalar farzandlarimiz hayotida juda katta iz qoldirishimizni tushunib yetsak va o'z mas'uliyatimizga qo'ldan kelgancha jiddiy yondashsak, bu ularni kelajakda insonlarga foyda keltiradigan, ilmli, o'ziga ishonchi bor va eng muhimi Robbisiga taqvodor bo'lishlariga sabab bo'lishini ko'pgina tarixiy hikoyalarda ko'rishimiz mumkin. Dunyo ishlarida mashhur bo'lgan insonlarga nazar solar ekanmiz, ingliz tilida eshitgan Power of a Mother, ona kuchi mavzusida keltirilgan bir misol yodimga tushdi. Tarixiy manbalarga ko'ra, Aleksandr Makedonskiyning hayotida onasi juda katta rol o'ynagan ekan. Barchaga ma'lum, Aleksandr Makedonskiy dunyoning juda ko'p yerini yoshlik chog'ida bosib olgan hukmdor hisoblanadi va u 12 yoshida hech kim jilovlay olmagan otni o'ziga ishonch bilan ilk urinishda jilovlagan ekan. Albatta, biz bu insonga bizga o'rnak bo'ladigan shaxs sifatida qaramaymiz. Ammo uni o'ziga bo'lgan ishonchi insonlarni ajablantirishi yolg'on emas. Va 12 yoshli bolada bunday ishonch bo'lishiga sabab nima ekanligini qidirgan ma'ruzachi aytadiki, Aleksandrning onasi unga yoshligidan u Aleksandr Zevs o'g'li ekanligini ta'kidlab kelganligidir. Yunon afsonasida Zevs ularni iloh darajasiga chiqargan bir sanamning nomi bo'lgan va Aleksandr shu ishonch bilan ulg'aygan. Shubhasiz, yosh bola o'zini muhim shaxs deb hisoblashi uni o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi. Bu misolni faqatgina ona o'z farzandi hayotidagi o'rni qanchalik chuqur ekanligi va farzandlarimizni yoshlikda nimaga ishontirsak, bu ularni hayotida keyinchalik katta foizda shakllanishini bilib olishimiz uchun keltirdik. Chunki dunyo bolalar psixologi chop qilgan maqolaga ko'ra, o'zini hurmat qilish bolalikdan boshlanadi va bu bolani o'zini xavfsiz, sevilgan yoki chaqaloq o'zini e'tibor va g'amxo'rlik ostida his qilgan chog'larda shakllanadi. Albatta, bundan onaning o'rni juda katta. Alhamdulillah, biz musulmonmiz va farzandlarimizga Allohning yagona iloh ekanligini, uning bizning ustimizdagi haqlarini o'rgatishimiz eng birinchi burchimizdir. Va shu bilan birga farzandlarimiz o'zlariga nisbatan ishonchi bor, dovyurak, o'z fikrini ochiq cho'chmasdan ifoda qila oladigan inson bo'lib yetishlari uchun
Biz ularga uy sharoitida xuddi katta insonlardek e'tibor ko'rsatib muomala qilishimiz, ularning fikrlarini xuddi olimning fikrini eshitgandek e'tibor bilan eshitishimiz zarur. Siz farzandingizga kelajakda Allohning izniyle kim bo'lib yetishishini xohlasangiz, shunga qarab muomala qiling. Masalan, uni olim bo'lishini istasangiz olimdek, tabib bo'lishini istasangiz tabibdek yoki jangchi bo'lishini istasangiz jangchiga muomala qilgandek muomala qiling. Bugungi videomizda keltirilgan misollar Payg'ambarlar qissasi musulmon olamining 100 buyuk shaxsi kitobidagi ma'lumotlarga ko'ra Kids Health veb-saytida chop qilingan maqola va Power of a Mother avstraliyalik olim ma'ruzasiga ko'ra yig'ilgan onalar haqidagi ma'lumotimiz hali yakuniga yetmadi. Keyingi videolarda miloddan keyingi asr onalari, katta olimlar va imomlar haqida bo'ladi inshaalloh. Bu uchun kanalimizni kuzatib boring.